Qiziqyapman filmga. Tema kerak-ku. Короче, Instagramga mana shu narsa tema bo'ldi-da. Shu masalan, shu oy Haqiqatga tik boqish bo'lsa kerak shekilli. Menimcha undan ma'no qidirish to'g'ri. hayotni qiyinlashtirmasdan osonroq yashash kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarda pingvin tarqaldi. Ko'rgan bo'lsangiz, nima Ko'rdim, sababdan pingvin boshqalarda ish tutmadi, ya'ni to'dasidan chiqib ketdi. Fikringiz qanaqa? Bilmadim, to'g'risi filmni bilmayman. Qiziqyapman filmga. Yo'q, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ha. Shu oxirida o'lganda ham ko'rdim, qatgadir bor. Odamlar uni prosta hype qildi, anaqa bunchalik jiddiy qarash kerak emas deb o'ylayman-da. Odamlarning jamiyat orasida bunaqa narsa ko'p. Hammadan ajralib ish qilmoqchi bo'lganlar, hamma ketgan oqimdan suzmoqchi bo'lmaganlar ko'p-da. U masalan boshqalar qilgan ish qilmasdan o'zini yo'lini tanlagani bu prosta ochiqroq, osonroq qarash kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Hayotni qiyinlashtirmasdan osonroq yashash kerak. Soqqa bo'lmadi shekilli. Bu yoqda pulli anaqa yo'q-ku. Bilmadim. O'zini to'dasiga qo'shilmasdan boshqa tomonga qarab ketdi. Unga hech narsa deya olmayman to'g'risi. Bilmadim. Fikringiz yo'q. Ko'p Siz uzatmayman. pingvin anaqasi obrazda ko'rmadingizmi? Yo'q. Bilmadim. Haqiqatga tik boqish bo'lsa kerak shekilli. Menimcha, mening fikrimcha. Nima deb o'ylaysiz, pingvin nega o'zini to'dasidan tashqariga chiqib ketdi? Boshqalarga yo'l tutmadi. Shunchaki psixologik shu ta'sir uchun. Menimcha undan ma'no qidirish to'g'ri. Demak, bu prosta takfiz. Shunaqa, ha. Qiziq bo'lmagani uchun-da odamlarga, qiziq bo'lmagani uchun. Qiziq bo'lmagan. Da. O'z ko'rdingizmi uni? Eshitganman, ko'rganman. Ha, ko'rganingiz yo'q. Menimcha o'zini boyagi nima desam bo'lar ekan, o'zini hissiyotlariga berib ketgan bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hamma o'zining dunyoqarashi bor. Demak, boshqalardan alohida bo'lishi kerak. Ha, boshqalardan alohida bo'lishi kerak.